Evet. Assalomu alaykum. Mana shu Xalqlar do'stligi saroyiga kulamiz deb yaxshi niyatlar qilib kelgan hurmatli kulgi shaydolari, tabassum oshiqlari, xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimdan mana shu yerda xursandman. Qarang, allaqachon 1 yil o'tib ketibdi. O'tgan yil mana shu paytda dekabr oyida sizlar bilan mana shu yerda yuz ko'rishib, maza qilib kulishgandik. Yana yig'ilib kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat. Sizlarni ko'rsam ilhomim qayraydi. Yangi gaplarni gapirgim keladi. Agarda sizlarni qarsaylaringiz, kulgilaringiz quloqimiz ostida jaranglab turmasa, biz ilhomimiz kelmasdi va yangilik yaratmagan bo'lardik. Albatta, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deydi. Mana oldin konsertimizga kelmaganlar ham kelgan bo'lishi mumkin. Hammaga xush kelibsizlar. Bayram ustiga bayram bo'lyapti, to'y ustiga to'y bo'lyapti. Zamonimiz ajoyib bir tinchlik zamonda yashayapmiz. Qolaversa, mana kechagina 8-dekabr Konstitutsiya bayramini nishonladik. Mana bu yerga yangilik ulanib ketyapti. 3-4 kundan keyin yangi 2006-yilni kutib olamiz. 2006-yil qanaqa yil? Ya eskicha yozilgan emas bor-ku. Mana tovuq yili tugayapti. It yili. It yilda tug'ilganlar bormi? Qo'l ko'tarsin. Hammalaringizni o'sha muchal to'ylari bilan tabriklaymiz. Hamisha salomat bo'linglar. Sizlarni qolganlarni ham hammalaringizni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Yanagi shu paytda sog' salomat hammamiz yana shu yerda ko'rishaylik. Kulgi, tabassum, omad hamisha sizlarga hamroh bo'lsin. Rahmat. Endi yangi yilda bilasizlar, har yili pang'ilonlar otilardi, yosh bolalar pang'illatgan, bir narsalarni tutatgan, bir narsalar yoqib yuborgan. Bu yil shu narsa yo'q bo'ldi. O'tgan yili oktyabr oyidan boshlab pang'ir boshlanadi. Mana bu yil qarang, dekabr oyi tugayapti, lekin birorta pang'ilon eshitmadik. Demak, bizni bolalarimiz aql kiribdi. Bekorga pul sarflamaydigan bolalar ko'paydi. Ben bunu eshitib juda xursand bo'ldim. Ko'chalarda birorta joyda hali pang etgan ovoz eshitmadik. Mana shunaqangi aqlli bolalar ko'paysin. Bu bolalar bizning kelajagimiz. Mana shu yangi yilda shu bolalarimizga omad tilaymiz. Hammasi ulg'ayishib, mana shu o'tgan yili masalan sho'xliq qo'ygan bolalar maktablarni a'lo bahoda tugatib, chet ellarda o'qib kelsin. Amerika, Yaponiya, Fransiya, Angliyada o'qib kelsin. Menga desa Toshkentda o'qimaydimi? Yaxshi insonlar bo'lsin, ko'rganda hamma havas qiladigan yigitlar bo'lsin, qizlar bo'lsin. Nima deydi? Omad hamisha ularga hamroh bo'lsin. Do'stlar, konsertimizni mana kulgili tomonini boshladik. Endi bu yil 8-dekabr kuni eshitgan bo'lsanglar, homiylar va shifokorlar yili deb e'lon qilindi. Mana tugab borayotgan yilimiz sağ salomatli yili edi. Juda katta ishlar qilindi. Televizor orqali eshitgan bo'lsanglar kerak. Mana bu yil ham yana o'sha yilni davomi etyapti. Homiylar va shifokorlar yili. Shifokorlar bormi? Shifokorlar kelganmi? Hammaga xursandmisizlar? Lekin yana shifokorlar yili bo'lmaydi aytib qo'ying. Bu yil shunday bo'ldi. Shifokorlarimiz bo'lsa hech qachon nima deydi, charchamaylar. Elimiz baxtiga salomat bo'linglar. Sizlar borsizlar, biz sigaret chekamiz. Sizlar borsizlar, aroq ichamiz, ovqat ustiga ovqat yeymiz. Ba'zan ertalabgacha uxlamasdan ham ovqat yeb chiqamiz. Maishat mavzusi nima uchun? Chunki doktor, vrachlarimiz, shifokorlarimiz eng kuchli. Shuning uchun o'shalarga ishonib yuramiz biz. Hech qachon o'zlariga ham kasal bo'lmaylar. Bir inson aytgan ekan, men tabibimga shifo izlab borsam, netay tabibimning o'zi ham bemor degan ekan. Qarang, tabibni o'zi ham 40 gradus issig'i chiqib yotgan chog'anab. Doktorlarning o'zi ham kasal hozir. Bizni davolayotgan doktorlarimizda hammasi kasal degan bo'ladi. O'zi sog'lom odam yo'q bu dunyoda. Nima uchun? Ekologiya buzilib boryapti. Yildan yilga havolar isib ketyapti. Qolaversa, yeyotgan narsalarimiz ko'pida kimyo aralashgan. Har xil ranglar, yana xullas silitralar, ovqatlarda ham bor. Hamma xohlaysiz, xohlamasangiz kasal bo'lasiz. Men sog'lomman degan odam mashita bo'lsa, qo'lni ko'tarsa, shuni olib boramiz. Hozir ananas topshiramiz birorta palinkaga, laboratoriyaga borib.
Kamida 6-7 xil kasallik chiqadi. Hamma sog'lom bo'lish xohlaydi, lekin majbur kasallikka chalinamiz. Mana masalan, sog'-salomat tish doktoriga borasiz, gepatit B chiqib ketaverasiz ekangina. Yoki bo'lmasam, ular ham bilmaydi, qanaqa kasallik buni siz ham bilmaysiz. Tekshirib ko'rsangiz, yangi bir kasallik paydo bo'ladi. Ha, sen shprisdan yo'q deymish, unday yo'q deymish. Ya, shprisini qaynatib qo'y. To'g'rimi? Bu masalan hech qanaqa garantiya yo'q, lekin biz iltimos qilamiz shifokorlarimizdan. Mana shu narsaga e'tibor berishsa, biz masalan xohlamagan paytimizda yoki bo'lmasam hech kim istamaydi kasal bo'lishni. Kasal bo'lib qolishni eng yomon narsa bu. O'sha doktorni so'kib bo'lmaydi, keyin isbotlab berib bo'lmaydi. Lekin bu yoqqa. ABVGda bu yoqqa. O'shuning uchun shifokorlar yilda aytib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Hech qachon kasal bo'lmaydi. Lekin homiylar degan joy ham bor. Homiylar nima endi bu? Homiylar o'sha shifokorlarga masalan homiylik qilish kerak. Bir apparatura sotib olishga yordam berish kerak, yo bir imorat qurayotgan bo'lsa yordam berish kerak. Ya qaysi ma'noda? Masalan, shifoxona qurayotgan bo'lsa deyapman-da men. Shifoxona qurayotgan bo'lsa, butun mahalla borib, masalan, bir kun bepul ishlab bersangiz, homiylikka kiradi bu. Sizlar boshqa ma'noda tushunasizlar buni. Har kim har xil tushunadi bu gaplar, to'g'ri. Masalan, o'shanga homiylik qilganlarda bir masalan bir kasalni olib kelib yotqizib, davolab olib borib qo'ygan bir homiylik, ham savob ish masalan kerak bo'lsa, o'shanga narsalarga pul kerak yoki bir kuch, qudrat kerak. O'sha homiylarni albatta oramizdan topiladi. Qo'ldan kesib biz ham masalan xayriya konsertlar qilib pulini o'sha birorta shu shifoxonaga topshiramiz, xudo xolasa. Niyatimiz bor bizda ham. Endi yana bitta nasihat ham bor, maslahat deganim. Mana masalan shifokorlarimiz iltimos qilsa, mana shu dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar hammasi rozi bo'ladi. 2 xil dori bor. Mana shu dorini o'ylab topsanglar, sizlarga homiy ham kerak bo'lmay qoladi. Mana masalan vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani производствоga qo'yib yuboringlar, ishlab chiqaringlar, pul dayda qolib ketasizlar вообще. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Uy qursa, qo'shnikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'tar boshqa yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyni tomi. Tepasiga parabolisga antenna qo'yib baland qo'yib tomga qilib. Ha teng bo'lsa nima bo'libdi? Teng bo'lib qolsa. Nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday. Masalan, u yana bir qarish ko'tarib turib, antennani balandroq qilib turib, parabolisga qo'yib bayroq ham tikib qo'yapti qarang. Bu yerda ayoli shunchilab bor. Bizniki pasport qoldi, nima gapiryapti? Bizniki pasport qoldi. Ikkita tizlarni yonib ko'karib ketgan yerda. Nega pasportlar ekan? Pulim bor, ko'taraman yana 2 qavat qilib. 2 qavatni 4 qavatlik quraman men deydi. Vasvasa bular hammasi. Mana shunaqangilarga agar shunaqangi vasvasagin degan dori o'ylab topsanglar, nima deydi? Ham o'sha kasallikdan tuzuk bo'ladi, hamma oladi hozir. Mana ayollar bor, bir kasallik bor. Masalan, ko'p gapiraveradi ba'zi ayollarimiz. O'sha ayollarga masalan antijag degan bir dori o'ylab topsa. Yoki Toshkentchasiga chakagagin desa bo'lmaydimi? O'sha chakagagin degan dorini o'ylab topsangiz, voobshi puli deydi qolib ketadi. Minzdrav, hamma yo'q pul, mayli, homiy kerak emas deydi. Dorimiz shunday ketyapti, hozir shirinlab deydi. Butun dunyo oladi. Chunki deydigan ayollar ham ko'pda. Bitta tabletga iskizib qo'yish tamom, mayli yaxshi turadi.